To'xtab turing. Hozir tekkizga To'xtab qo'ying. turing. Rossiya tekkizma qo'ying. Mazkur choralar shaharning tozaligini ta'minlash, aholi sog'ligini muhofaza qilish va atrof muhitning asrash maqsadida amalga oshirilmoqda. Tegishli idoralar tomonidan olib borilgan nazorat ishlari natijasida bir qator qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Mazkur tadbirlardan asosiy maqsadimiz aholini chiqindilarni to'plash, olib chiqish tizimi bo'yicha madaniyatini oshirish, belgilanmagan joylarda chiqindilarni tashlash holatlarini oldini olish, atrof muhitni ifloslantirishni oldini olishga qaratilgan bo'lib, aholi o'rtasida keng qamrovli tushuntirish targ'ibot ishlari ham olib borilmoqda. Endi bunday xatti-harakatlarga nisbatan qat'iy choralar ko'riladi. Shuningdek, belgilanmagan joylarga chiqindi tashlagan fuqarolar ham aniqlandi. Ularga nisbatan ma'muriy choralar ko'rildi. Chiqindilarni noqonuniy tashlash ko'p uchrayotgan holatlari bo'lgan joylarda o'rnatilgan kameralarda birgalikda reydlar o'tkazilib, o'sha joyda kameraga tushgan fuqarolarni, avtomashinadan kelib tashlab ketayotgan fuqarolarni shaxsiga aniqlik kiritib, ularga nisbatan qonunda belgilangan choralar ta'minlanib kelmoqda. Atrof muhit bizning umumiy uyimiz. Uning asrash, tabiatning tozaligini saqlash har bir fuqaroning burchi. Mutasaddilar aholidan chiqindilarning belgilangan joylarga tashlash va ekologik me'yorlarga qat'iy amal qilishlarining so'rab qoladilar. Husniddin Hamidov, Rustamjon Isoqjonov, Ovozi informatsion dasturi uchun Namangan.